Hammaga assalomu alaykum, hurmatli yurtdoshlar, xormanglar, musofirdagilar, u yandagilar, jonlaringiz sog'mi? Biz bugun Bog'otdamiz. Bog'otda yangilik. Bog'ot Auto Motors degan avtosalon ochilibdi. Egasi kimda bo'laysizlar? Umirbek aka. Assalomu alaykum. O'ng'ilaversin ag'a. Rahmat. Har doim yonizdamiz. Rahmat. Men bizlar ishonib, podeshkadamiz biz yonizdamiz. Rahmat. Gap, Umirbek aka tanimagan odam bo'lmasa kerak. Xorazm avtotexnik xizmatda постоянно bir syomka taradik. Endi og'amiz bu yerda shu yerda sizlarga xizmat ko'rsatadi, xudo xolasa. Mashin kerak bo'ladigan bo'lsa, ina. Xudo xolasa. Shu yerda. Avvalambor assalomu alaykum. Bog'ot Avtomotors navbatchilari, Kalavasa Javlon 777 Q7 Test Drive Uz. Test Drive Uz obunachilari. Hammangizga avvalambor salom, hammangiz sog'lom o'tibsizlar. Kalavasa hammangizni shu o'tgan bo'lsam qo'shaloq bayrami o'tib ketdi, ya'ni muqaddas oyimiz Ramazon oyini Hayit bayrami. Kalavasa yangilanish va yasharish bayrami bo'lmuş, umumxalq bayrami Navro'z ayyomi. Bilan hammangizni chin qalbimdan tabriklayman. Hammangiz ishingizga omad, sog'-omon bo'ling. Kalavasa bizani aytadigan bo'lsak, xudo xolasa sizlarga xizmat qilamiz deb shunday bir imoratni barpo qilib, qo'ldan kelgancha servis xizmatlarini yo'lga qo'ydik. Ya'ni avvalambor bizning manzilimiz Bog'ot tumani, Hanka tarafdan kelishingizda Bog'ot deb yozib qo'ygan joydan o'tgandan keyin 500 metr o'tib o'ng qo'lda joylashgan. Yo'l ustida. Yo'l ustida. Ko'pra yetmayman bunda. Urganch Hazaras yo'lning ustida. Hazaras tomonidan kelishingizda Bog'ot sentrdan o'tgandan keyin, markazdan o'tgandan keyin 1 kilometr o'tasizlar, 1,5 kilometrdin. Metan gaz bor chap qo'lda. Shu metan gazdan o'tgandan keyin chap qo'lda joylashgan. Zo'r. Aha. Telefonlarimiz 94 436 9606 94lik 571 56 66. Oliy ma'lumotlimsiz siz? Ha? Ikki institut. Bilinadi rasmiy-a? Men o'qimayman. Yo'q, qaraga. Endi davom ham jalasan babi. Endi xudo shuni podeshka. Talant. Aga, qarang. Sizda hozir keldi klient, mashina olacak. Endi mashina taalluqli narsa-ku bu. Ha. Birlamchi aytmam, Cobaltdan chiqarib o'tiribsiz. Damasdan chiqarib o'tiribsiz. To'g'ri odina chiqadi. Shot spravka yozdirib berasiz. Birinchi ega bo'ladi. Birinchi ega bo'ladi. Masalan, Hazarasdan to'g'ri ya'ni Urganchdagi avtosalon borib o'tish shart emas. Shart emas. Shu yerdan to'g'ri odina yozdirib beraverasiz. Muammo yo'q, xudo xolasa. Gap yo'q. Birlamchi ketaveradi. Bizning asosiy maqsadimiz trading xizmatini yoqamiz beradi. Birinchi navbatda. Trading ham barter. Mana shu ko'ra mashakka tozalab ketasiz. Bu Xorazmda yangilik hal trading boshqa yerda yo'q. Yurib gaplashib beradi. Trading mashinalarimiz ham bor ekan, mashinalarimiz hammasidan bor. Trading xizmatlari Xorazmda yangilik bu, to'g'risi ko'pchilik yerda yo'q hisob o'zi. Ya'ni bu trading deganda ofitsial avtosalonlarda yo'q. Trading deganda mashinalarimizni ikkalasida sotib olamiz. Xohlasangiz pulni beramiz. Xohlasangiz undan toza mashina beramiz. Xohlasangiz ishida turgan mashinalardan xohlaganingizni olib ketasizlar. Shuni ishni yo'lga qo'yganmiz. Birinchi navbatda qolaversa Damas, Cobalt, kichik mashina kerak bo'lsa, shu o'rnida shosrakani yozib, adını rasmiylashtirib beramiz. Gap yo'q, zo'r. Umirbek aka uchun bir like bosib qo'ysangizlar. Bog'otda yangilik, endi aytchakim, birlamchi ham bor, ikkilamchi ham, haydalgan mashinalar ham bor. Hamma variantlar bor. Ko'raverasiz. Lexus, Sparkmi? Ha, Rastrojka 10X Tracker ham bor. Rastrojka 10X Tracker, naqd pul hammasiga to'ladi, kredit ham. Endi bir ofitsialniy Chevrolet salonining bir nada mashinalar bor. Xudo xolasa. Zo'r gap. Tashkillashtirdik shuni. Qo'ldan keldi. Ekranda nomer bo'ladi, video ostida o'zlarini bir ijtimoiy tarmoqlar bo'ladigan bo'lsa, profillarni qo'yib qo'yaman, bemalol kirib qiziqaverasizlar do'stlar. Bizda hozir qisqa va londlatib bir narx-navolarni, nalarni aytib o'tib ketamiz, ana o'zingiz kelaverasizlar, xudo xolasa. Bemalol. Og'amni podeshkat turinglar. Yaxshi insonlar. Qo'ldan kelsa xizmat qilamiz. Zo'r. Mashinalar bahosidan narsadan bo'lsak, misol uchun, bizning Damas avtomobilni. Qancha yil bu? To'g'ri shuni bilaman. Undan yozib qo'ymat tumanlarni yozib qo'ydik chanda. Endi tozasi hali endi massaj ketgandan bahosini bilmayman. Bu Damas avtomobilimiz 2025-yilda ishlab chiqarilgan. Adashmasam noyabr dekabr mashina, o'zim berganman mashinani. Kuzov firma. Bilasizlar, mashina Damas bahasi o'zi 96 million 932 ming so'm. Gaz bilan 100 million 382 ming so'm tushadi. Buni gaz ham bor, tayyor, mashinamiz 8000 km yurib turibdi. 82 million so'm beramiz. Qo'y. Boshini yaxshi boshladik. Zo'r. 82. 25-yil, 25-26. Cho'tka. Kraska yo'qmi? Kraska umuman yo'q, top-toza mashina. Metan ham bor. Metan ham bor. Tayyor mashina yurmaydi, haydayman. Bizani qarang, bizani profilni aytib keladigan bo'lsa, kelishtirib berasiz. Kelishtirib beraman. Ketdi. Muammo yo'q. Yana ham qaysi mashinalar? 10X ni oldina chiqadi. 10X avtomobilni bilasizlar, bahosi buni 184 million so'm. Naqd bo'lsa 160 nomerda qilgan ekanman. 169 million so'm. 3-paysdami? 3-paysda mexanik korobka bor. Salon bahosi. Hop. Bu mashinamiz bahosi bam toza deyarli 5000 10 ming yurib turibdi bu. 100
23 milyon so'mga qo'yib beraman. Ne? 123 milyon so'm. 24. 20 yılımı? Ha. 24-yil. 24. Ağa neçe ber ölesiz? He? Neçe ber ölesiz şunu? 122 olsa beraber mi? 120 ölmüşsün mü? Yok. Çıtır sanasa. Yok, 120 olsa 122 olsa beraber doğru. 122 olsa beresiz. Özünün 121 milyon alıp koymuyorsun. Ha, bir som. Bir som koyup bilen, satıyorsunuz. Bir son bilen. Halalınız olsun ağa. Ve anda Damas'ta adına çıkadı on bakın. Ular naqd şosrafka, bular şosrafka. Doğru, Rastroşka'ya alıp gideveresiz de. 26 bula, doğru mu? Bular bir şosrafka 156 milyon 100 ming so'm. Midnight Style MCM. Style MCM. Doğru adına çıkadı. Mart'ın 5 Üçüncü günü ani çıkan. bir işi mi? Mart'ın 5'inde çıkan maşin zavoddan. Ana. 26. yıl bu dostlar. Centralarım bir toda. Ana. Qaysi birine qiziqadi bo'lmasa, telefon urasizlar. Ömer Bey ham shuni deyin. Muammo yo'q. Ava. 23-yil maşin 8 ming kilometr turibdi, 8 ming. Siz kim bu? Hava. Ha, mikrofon kilometr turibdi şey. Maşin вообще ideal holatda. 23 dedingizmi? 23-yil. 23 avtomat bezlukli. Kilometr Ava, görmang ha. Realni get turibdi. Davom video dostlar. Like bas koyarsiz. 9537 kilometr turibdi. Yurmabdi-ku buni. Yurmagan maşin, içinde iz yetmagan maşinni. Mejigar pult qo'yilgan, boshqa qo'yilgan, polik qo'yilgan. Kraska yo'qmi? Kraska 100% radnoy Necha maşin. so'm bu og'a? Buni bahosini Gelishtirib ayting. Skinkasi bilan ayting. Hazasin xalq deydi-ku. 150 milyon deymiz. 150. Yana ham gelishasiz. Gelişemez. Metan bordang? Metan yo'q. Benzinda. Benzinda. Lekin toza. Taptaza maşin. Yumshoq balonlari bilan. Mejigar pult qo'yilgan, ishlar tuzilgan, bir qator yana polik qo'yilgan, boshqa narsa qo'yilmagan. Taptaza maşin. 8000 yurgan dedingizmi, necha dedingiz? 9500 madi. 9500. Tozagan bunda hali. Gelishtirib beramiz. 150 dan kam. Havo. Kam bor. Zakon. Bir dana lyuk yo'q buni. Qolgan ham narsasi bor edi. Taptaza maşin bu, taptaza maşin haqiqiy. Amerikankasi, pulti, sonsuz ashli plonkalari. Mashin zo'r. Oq rangi so'raganlar uchun ham 770 degan nomerda qilgan. Aqa generalni berasizmi? Beramiz. Buni 770 yana bir zaman buni. Bunun jo'boyi bu ham 2023-yilda ishlab chiqarilgan. 60 ming yurgan turibdi. Qora svet, lyuk, ichlari tuzilgan. Hamma tayyor. Buni 160 million beraman. 160 ga berasiz. Havo. Tayyor mashin, metan ham bor. Zo'r. Buni ham ko'rsatamiz. Keldimi? Bormi? Meydam? Havo, hozir. Imon qaranglar do'stlar. Chongi bilan turibdi. Endi bu mashinani egasi saqlagan, lekin gap yo'q lekin. Nechanchi yil bu? Bu 2019-yilda ishlab chiqarilgan mashin. Havo. Egasi ham donishadi. 7 pochti 6,5 yilmi? Pochti 7 yil saqlab. Bir marta ham yoqmagan keldim qo'sh. Yo'q ay. 7 yil ichida, janavaring. Shu akkumulyator salonni akkab diqqani bilan. Akkumulyator qo'ydik biz ham bunga bir yetari. Akkumulyator qo'ydik. Akkumulyator chishib ketgan. Toza akkumulyator qo'ydik. Yana chang'i bilan turibdi mashin. Oqshom keldim buni. Olgan odamni o'zi bir mo'y ketadi ekan, ana. Mo'y ketadi. O'zimga tipram mo'y kemam bor. Endi baribir o'zi yuvgani kayfi boshqa tan. Uni keyf boshqa haqiqatdan ham. 19-yil yurgani necha ming? Yurgani 351 kilometr turibdi. 500 ham emas, 400 ham emas, 351 kilometr turibdi. Ha, yaxshi ko'ring. Yo, turadi. Ko'rsatay. Ha, ko'rsataymi? Mashina ikkinchi pozitsiya ekan. Avod 4 eshikam GS16 degan. Ha, kalatni aranda o'xshaydi. Kilit oshnasida, sigaret chekasida o'xshaydi. Ha, o'zi postoyanno shu yerda turadi-ku, ha? Shavla shu yerda qo'yadi, salonlaringizda. Bir yakıban bering kan ko'rasiz. Buni bosish kerak ekan bunda. Yonish ham lekin boshqacha. Chem 22, 21larga qaraganda buni sifatlilar ishlanganmi? Haqiqiy zo'r mashina ishonaveringiz. O'zim boshdan tamom bo'ldim buni ko'rib. Ena do'stlar, 2000 uy buning. Tok ishida, обработка tok ishida. İkinci pozitsiya benzinda, balonlar hamma narsa o'ziniki, zavodga o'tibdi. Narxi 110 milyon so'm. Kelishasiz. Kelishamiz. Kam yurgan ekanda. Nomer olinganmi o'zi? Nomer olingan. Alsaqlamagan ekan, ha. Tushunarli. Yurmagan mashina, umuman yurmagan-da bu. Zo'r. Buni saqlaganga rahmat dedim. Bir yilda 3 marta yo'man dedi. Shu undan, ya'ni bog'ni dar sapadi bo'lan, bog'i. Bog'a dar sapyonda dar sapati yo'man dedi. Salonda shu vaqtda necha so'm puladi bu? 77 million edi. Endi sifar zaten 77 millionni 6 yil, 7 yil bog'lab qo'ysa. Yaxshi. Biznesda 110 million. Bu haydalganmi? Yo'q, haydalmagan. Haydalmagan, shot spravka 26 doğru adına chiqadi. 90 million edi bu salon baha? 96 milyon 932 ming. Shundan lishni bir tim pul kerakmidi. Doğru adına shot spravka yoziladi, baradan bir nomer olib qo'yaveradi. Ikki nomer olmaymi? Yo'q. Birini oladi. Birini oladi. Bam rastrochkami? Bu trading mashin bu. Ha, haydalgan. Haydalmagan o'zi yurgan kilometri mana 89 kilometr turibdi bu. 100 emas. 100 emas.
Buning bahası bilasiz 215 million so'm. Bu bahası naqd bo'lsa. LS birinchi LS bois. Plus hava. Hava. 215 million so'm. Buni yili 2020 yilda ishlab chiqarilgan 24 bu. Yurgan probegina LS 89 Plus. kilometr. 215 danmiz. Bu mashinaning bahosini 180 kilo so'm deyman. 182. Hava. Nomer alinganmi? Nomer alingan hava. Nomer alingan. Aniq axir. Nomer alingan da. Alingan hava nomer alingan 100%. Qarang lekin nomer apparda Dur, tutadilar. dur, qarab aytib Ko'patishib ketmadi hozir. Videomizdan ko'patishmasin. Ekilib olib ketgan bolalar mana. Nomer alingan bo'lishi kerakmi? To'shni bilmayman bu yana. Bo'ldi. Endi Umirbek ham hali yaqinlashdi hammasini birdan bahosini yodda qoldirish. Yozib ko'pmi yo'q, yani kompyuterda turibdi, lekin endi hozir yoddan 50 alingan bo'lsa ham Bugun mumkin. keldi mashina. Almaslikka alinmagan Hava, bo'lsa bugun ham keldi mumkin. mashina. 182 million so'm 220 million deyli. Salon bahosi 219. 180 ham berasiz-a? 181 bo'lsa beramiz. 180 Pashti alingan. 39 million zararini. 180 million alingan o'zi. Tushunarli, 1 million ko'rsatib tag'in. Keyingi variant o'tamiz. Tracker 2 ni Redline versiyasi. Bams probegim yo rassrochkam? Rassrochka. 0 bez probeg. To'g'ridan chiqadi. Hava. Og'a, shu rassrochkani bir dona pasport bilan kelgandan keyin necha so'm rassrochka hozir aldidan? 50% to'lasa 0% ham bo'ladi. Necha so'm salon bahasi? 230 million. Tushdimi bu? 282 million. Mana shuni. Keldim 12 ta ketdi, 12 ta. 280 ni shuni yarmi 140 ni to'laydigandan press-miz bilan olinib ketadi ekan. Qonuncha choya Qolganini 50% to'lasa 48 oy. 48 oy. 2 million 800 ham shundan chiqadi. 48 oy 4 yil oladimi? 4 yilda chiqardim. 4 yil chiqadi hava. O kutardimi? 3 yilda to'lab. 50% to'lasa 4 yil traktorlar, 12 yil 5 yil. Yo'q, ay. Hava. 60 oy. O'zini pulini bo'libdilar. 60 oy. Endi do'stlar qaranglar, Gentra'ni kamroq yurgan variantini so'raganlar uchun enasizlar. O'zi dokument bilasizlar Gentra'larda 23 bo'ladi. 24 bo'lmaydi. Lekin mashin 24-yilning 6-oyida mana galiya kerak 6-oyning 8-inde avtosalondan olingan ekan. Mashina 1 qo'l. Endi 1 qo'l, qo'l egasini. 1 qo'l, ha, 1 qo'l. 1 qo'lang. Hava. 24 6-oyning 8-inde yo 8-oyning 6-sida shuni olingan-da. Eng fulli lyuki, saka diskasi, ABS'i bor. Nani gaplashdik hozir? Bu diskasi ham bor endi bo'ldi. Gaz ham qo'yilgan menimcha. Gaz ham qo'yilgan. Gaz ham qo'yilgan. Hava. O'zini diskasi kelsangizlar, uni ham gaplashaverasizlar. Yo'q, diskasi ham bir-biramiz. Chiroyli diska. Ishlar ham tuzilgan bundim. Arenanga. Malibu bor. Malibu bor emas, yo'q. Stoykalar Malibu bor glansi. emas, tixol polik qilingan ekan. Monitor qo'yilgan. Monitor, keyin imunning chexol, polik. Xullas yurgancha buni? Yurgani 16 ming yurgan edi. 16 000 kilometr yurgan. Narxi 176 million. 170. Elbek 176 mi bu? Puli. Necha beramiz? 175. 75. Naq sanasan, necha berasiz? 75 dan 1-2 so'm qaytasiz. Kamroq yurgan ekan-da. Ana bu diskasi ham turibmi buni shunda? Zavodskoy? Bor, gaplashaverasiz. Ana, keyingi mashina o'tamiz. Bu Malibu 2 bo'ladi. 2.4 motor. Malibu 2 lar orasida eng benzin saylamas, eng takoy rasxodi kam. Hamma yoqdan mashina. Havo zo'r, lekin pozitsiya, ya'ni funksiyalari ham ko'p ichonda. Premierlarniki deyman. Bu qancha yil bu? 2018 bu. 2018-yil 56 ming yurgan. Halol o'ziniki, ay? Halol o'zini yurgan. 2018 56 yurgan Malibu 2 2.4. Benzinda narxi necha so'm? 225 million. 225 million kelishiladi. Kelishiladi. Tushunarli. Mashina tayyor. Xudo xolasa. Keyingi variant o'tamiz. Bogat Automotors'da Malibu 1 birinchi pozitsiya 139 ming kilometr yurgan. 2013-yil yoqilg'i turi metan pokoleniya, klassika Pitnosi bor ekan bir yerida. Yo'q. Pitno degani, masalan, 1 qarish bo'lishi mumkin, 1,5 qarish bo'lishi mumkin. Agar u bo'ladigan bo'lsa, 1 krel bo'ladi, masalan. Ichining 1 qarishi bu Pitno hisoblanadi. Buni splashnoy o'raladigan bo'lsa, krel o'zi 1 krelda, 1 detalda bo'ladi. Og'a, necha so'm deymiz buni? 115 million deymiz. 115 million. Havo. Kelishasiz, a? Kelishamiz. Tushunarli. Ichida Ochib beringmi? Yo'q, turaversin, turaversin. Tayyor ekan, chexol poliklar ham. Ha. Mana, birinchi pozitsiya o'zingiz bilasizlar. Endi seriya salon bo'ladi. Lyuksus, baklajanli rang, metan pokoleniya. Kraska Pitnova. Navbatdagi mashina o'tamiz. O'zingiz aytasizmi? Aytaveramiz. Aytaverasizmi? Bu mashinamiz Cobalt 2022-yilda ishlab chiqarilgan. Havo. Metan bor, kraska Pitnova bunda malol emas.
Bahası 125 milyon, 57 bin kilometre yutturdu. Metan bor axir. Metan bor. Metan bor. 125 millionmi? 125 milyon. Gelişemiz. Üstünde. Ustida bor, plus minus. Plus minusu bor. Endi nechik trading olacakmisa, boshqa narsa olacakmisa, shunga qarab turib, Shunga qarab kelishadi. kelishtirib beraveradi. Keyingi variant o'tamiz. Bu Gentra bo'ladi, mexanik ekan bang. Bu 2023 yılda ishlab chiqarilgan. Ava. Bu mashinamizni probegi 52 kilometrada bu. Ava. 42 bin kilometr. 23-yil 42 ming yurganmi? Ava. Rostga ko'ramiz hozir. 39.941 kilometr yurgan ekan, birinchi pozitsiya. Ava. Почти 40 ming. Monitori bor, sijina qisadi. ABS bormi bunda? ABS bor. Bor, ABS bor, bor. ABS bor. ABS bor. Bor ekan. Benzinda gaz o'rnatilmagan. Narxi necha so'm buni? Narxi 126 milyon bunun. 126 million kelishiladi. Gelişledi. Zo'r. Endi bozordan Masalan, masalan ham göstereyim diye düşündüm adam maya kadar gentra şu. sizga Hakiki yaqin. özemiz Sizga yaqin narsa arzonroq bo'laveradi. danışlar maşini bu. Dım yakın adamın maşini. Hakiki yürüyen maşini zor maşin. Zor saklangan. Hava. Tınıkı maşinin hakiki tınık. Tiniki. 2000cha bu. 2023 yıl. 23-yil. Ava. Probegi adashmasam 24.230 kilometre tuttu. 23-yil 20 necha dedingiz buni? 24.200 kilometre. Yaxshi. 24.223. Maşındaki dım tren saklangan hakikaten. bir kere Bir yerinde kraska yok, 100% radnoy. O'zingiz javob berasiz. Cevap veren motordan açık göstermedim ya. Yo'q, xolasiz, aşağı bizda farqi yo'q. Bizda vaqt ko'p. YouTube'da arqang beraveramiz. Yonboshlasak dedik-ku. Yumshoq balon bor ekan. Metan 3-pokoleniya обычный o'rnatilgan. ABS yok. ABS'siz variant. Tamam. Klapani buzilmagan. Og'a, kraskasini javobda tutasiz. 100%. 24 ming yurgan. 100%. Metan tayyor, bo'sh balon bor. Necha so'm? 125 milyon son. 125. Gelişin ya. Gelişeme. Necha? 24. 20. Yok 20 olmaydı. Hay. Yok. Joraz bilan bir gaplashib ko'ring agar u hozir realniy. Özde 20'ye geliş yok mu doğrusu? Yana bitta kelishding? Ya 20'ye geliş yok mu zoran be? Ha. Bize yani 500 milyon göre hiç olsa 1 milyon son 500 milyon son. Zo'r og'a. Alloh razı Maşin zorluk hakikaten zor. Yo'q, tutding. Mashina Keskin bir mashina. ko'rgan odamimiz tushunadi u. Men shuning uchun yuraman. Birinci yegan maşinimiz. Şot sök yazılan. Herhangi Biraz bir- böyle maşot sökesini. Zo'r. Endi ABS kimgadir qiziq emas. Yana Damas'larimizda ABS yo'q. Nexia 1 Nexia 2'larda ham Damas nima yo'q, ABS yo'q. Biz shu vaqtgacha ko'p mashinalar ABS'siz kelganmiz. Endi kamu kak dedi. Mana shuni. Keyingi mashina o'tamiz. Umirbek aka, Keyinki Malibu'muz bu bizni zapchast bu. orijinal mı? Original. Официальный. Официальный. Hop, Bagat Automotors'tan Malibu 1, birinchi pozitsiya 7 bin kilometre. Salam. 107 ming kilometr yurgan 2013-yil yoqilg'i turi metan pokoleniya 10 kredit yuzunda, bu yon tarafida yuzunda. Ya bu yonda, ya bu yonida xullas. Bahosi 125 ming aytiladi, krediti 25 ming. Sizda ikkilamchi bor, to'g'rimi? Ikkilamchi bor. Kam to'lov bilan Şöyle ham. bankan bana. Ha, Bankan şöyle oturup moment çıkar beraber. Biraz barcha naqd olinglar. 25 million so'm bilan olib ketib bilasiz ekan, mabodo qiziq qiladigan bo'lsa, ko'cha xarajati 13 million 600 bo'ladi ekan. Endi daftarlari bor, kitoblar. 125 dan kelishadi. Naqd hamma narsa zo'r. Kelishamiz. Naqddan Hammasini bu gelişemiz. boshqacha naqddan. Qaranglar do'stlar. Bagat Automotors'dan Cobalt MCM Style 2025 26 yurgani 2200 kilometr yurgan, kraska tozada tutdilar. Benzinda gaz o'rnatilmagan umuman. Yok. Narxi 153 million so'm. O'zi salon bahosi 156 millionmi? Gelişip verdiler mi onu? Buni gelishiladi. Ama gelişledi. Bo'ldi. Ichinda endi nima bo'ladi desam sizlarga. Baloni zavod qo'ygan o'zini. Sana yoqdimi balam? Olib ketamizmi shuni? Taze maşin bu, Kiyani taze. berib buni olib ketamizmi? Yo'q, qo'yib beraveramiz. Taze alıp geldi yakında verdiler mi özü? Laminatsiya ishlari qilingan ekan, oyoqtagina polik tashalgan, chexoli bor, xullas, mashin zo'r. Taptaze maşin. Aynan mana balam obzor aytdi. Tikilganmi? Ner tikilgan ekan? Biri. Ha, o'ziniki bundan bo'lmaydimi? Biladimi? Cevlan 2 yan mı çizdi? Bu tayyorlab beribman buni. Malades. Mashinani hammasini biladi. Shu deboyotsi kamera mashin hammasini aytib beradi. Malades. Tüfelen. Kiyami, Hyundai hammasini aytadi. Göz değmesin. Zor. Falan. Yana necha Şimdi bundan mashina? tashqari bizda yana servislarimiz bor. Servis xizmatlarimizdan bajalan. Ava. Gelip bemalol avtobus almashtirasizlarmi? Motor, ходовой remont hammasi bor.
Ustaxonadan? Ustaxonadan batayar. Mo'yka boshqa hamma o'zimiz bor. Qo'ldan kelgancha shunda klientni ish qilib, hammasini ish vazifasini bajarib beramiz, xizmatlarni qilib beramiz. Bu yana o'tib yurmaydi ekanda. O'tib dandira bermaydi. Birga vaqt shunda ishni bitirib ketaveradi. Bemalol. Zo'r. Avtomobillarni originallarni kelib qo'yibmiz, ya'ni Miking, zavod Gen avtomobili. Mana shu o'zida endi 2-3 kun xudo qolsa gaz balon uстановка keladi bu yerga. Ha, metan ustanovka Metan keladi, ha. Mana. Ustaxona ishlab turibdi. Kechki soat Avtomobildan 856. har xilisidan bu avtomobilni nega ko'rsatib beramiz? Shu mashina ham sotiladimi? Sotiladi. Sotilmaydigan iloji yo'q bu yerda. Hop kichkinalar ko'rmayapman. Ina Miking. Buni 10-40, 10-30 yillar ham bor, hammasidan bor. Ha. Avtomobilning originalini bilish uchun mana bombasini ko'rasiz. Ina shu bilsa bo'ladi buni. Men ham satgan 100 kiloman, 90. Og'a, men uzoqroq turaveraymi ya. Ha, bu plombani dekorlikda biz bo'lmaydi, sifatli, havoga hech narsa buzilmaydi yanimi? 100% o'rni. Boshqa bo'lsa yorib ketadi bu parlar. Чисти zavoddan kelib o'tiribmiz buni. Ham arzon baholar qilib beradilar. Yana do'stlar. Agar shu yerda bog'otdan bo'ladigan bo'lsangizlar, galasizlar, avtolaringizni ham almashlab kelsangizlar bo'ladi. Metan ustanovka qildirjak bo'lsangiz, tez arada o'zlarini profillarni qo'yib boradilar. Xudo xolasa. Ana o'zlaringiz kelaverasiz. Kerak bo'lsa bir o'tirib ham boshlashlar, men yaptim bo'yda qarmoq tashlab o'tirasiz, salom bo'ladi. Ay, bu arkasi hovuz ekan, hozir qarmoq tashlab ko'raylik. Ko'rstamizmi? Ha, yuring qani. Endi ham suhbat dedilar-ku. Kino ko'rib o'tirsangiz, Ha. kinoni tom bo'lishini netmisda, yoqmaydi tom bo'lsa. Qani davom etsin deysiz, masalan, serial ko'rsangiz, to'g'rimi? Ya bedan davom etib turaveradi. Bedan mo'ykamiz. Bu mo'yka, Mo'yka. Besplatniy mo'yka bu. Besplatniy degani nima degan? Ishgina klientlar kelsa, besplatniy yuvib beramiz. O'zlarining mashinamizdan yuk ko'taradilar shunda. Besplatniy. Agar o'tirib o'tirib qarmoq tashlab o'tirsam bo'ladi bemalol. Klientlar kelib 2 soatdan vaqt, masalan, vaqt qolib ketsa, yarim soat bir soat. Hovuz siznikimi? Ha. Baliq bormi ichida? Bor. Qarmoq bormi? Qarmoq ham bor. Tashlab ko'ramizmi? Tashlaveramiz. Sazan, qara. Sazan bor. Sazan bor. Ya do'stlar. Ha. Zo'r. Ömürbek ham mashinani natasidan halatchak vaqti, ozgina vaqt bo'lsa, eberini döşab beradi Ömürbek ham. Bir tashiysa qarmoqdan chiqqandan so'yib shu yerda baliq urib ketaverar ekanda, hech bitincha. Besplatniy o'zi. Zo'r gap o'sha emas. Asa videoyimizga ko'rdingizmi shu yerda? Bo'ladi. Do'stlar, bu videoyimiz endi ham suhbat, ham nomdatib zo'r bo'lsin degan maqsadda chiqarib turibmiz. Sizlarga shu Bog'otda yangiliklarni taqdim etdik. Xudo xolasa, Bog'otlar bo'ladigan bo'lsa, shu Hazarasdan kelaman deydigan bo'lsangizlar ham bemalol mashina bu yerda ko'p. Har xil turdagi mashinalar bor. Agar mashinalaringizni satchaq bo'lsangizlar ham murojaat etsangiz shu yerda qo'yib beradilar. Qo'llarida reklama va klientlari bor. Ba'zi Ömürbek hammi o'zini ba'zi klienti bo'ladi. Bor. Hozir chillanmagan avtosalonda, ya'ni avtosalonda ishlaydilar. Qo'ldan kelgancha xizmat qilamiz. Ba'zi klientlari ko'p. Mana shunday. Qo'ldan kelgancha. Siz buni reklama emasmi? Siz Face'ingizdan olib kelaveradi. Rahmat, Xudoga shukr. Aldammiz biladi hech kimni. Ishonch birinchi o'rinda yurtdoshlar. Qolaversa ishlaringiz omad yurtdoshlarga shunchalik yuringlashdik. Bir yaxshi ham suhbat nima deydi? Suhbat dildan suhbat bo'ldi. Zo'r. Sog' salomat bo'ling yurtdoshlar. Shu yurtimizda ishlab turgan rahbariyatimizga rahmat. Shu ishlab turgan ishlaringizni Xudo xolasa mahkam tutib, yurtdoshlarimiz oilangizni bag'rina shu sog'lom yetib borsinlar, to'lib toshib borsinlar, ishlaringizda omad. Qolaversa dehqonchilik ishlari boshlanyapti, bahor keldi. Dehqonchiligingizda unum baraka. Xudo xolasa 25-yilda ham mo'jiza to'lib toshib ketdi Jononbek. 26-yilda hammangiz sifatlaringiz to'lib, nera qo'yadi bilmay o'tirasizlar. Millioner bo'lib ketinglar. Ha, millioner bo'lib ketinglar. Ha, shunday. Qolaversa eng asosiysi musofir yurtdoshlarimiz ko'pchilik ko'radi. Shularni. Sizlar ham sog' salomat, oilangizni bag'rina, aziz boshingizni omon saqlab, kisalaringizni pullarga to'ldirib kelinglar. Shu topganlaringizga to'yating, joy soling, mashina oling. Faqat topganlaringiz yaxshi kunlar bersin. Ishlaringiz omad yurtdoshlar, sog' omon bo'lgaysizlar. Biz sizlar bilan birga Bog'ot Avtomotors, Xudo xolasa, sizlarga qo'ldan kelgancha xizmat qiladi. Like bosib qo'yasizlar, kommentariya qoldiringlar. Ömürbek hamdan qala. Shuning kommentariyaga tanadik omad deb yozib qo'ysangiz xursand bo'lamiz. Rahmat. Sog' bo'ling. Ekranda nom ber, og'amniki.